Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Biyagon Musiqa Tut kanalini obunachilari. Bugungi sana 24-fevral hafta kuniga seshanba. Xo'sh, biz biyagomuslarimizni elab sotishni boshladik o'zi. Mana hozir bu yerda bir tonna Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumaniga buyurtmani yetkazib berish uchun biyagomuslarimizni qoplab, tortib tayyorlab qo'ydik. Bir tonna biyagomus 2 qavat qopda qoplangan buyurtmachi. Shunday buyurtma berdi, ya'ni qopni ichiga salafan qo'yganmiz. Salafan qopdan ham mana ayrimlardan chiqib bilinib turibdi. Ayrimlarda ko'rinmayapti. Qop. Xullas qopning ichida salafan bor. Biyagomus o'zini o'sha namlik sifatini 30-40% namligini uzoq muddat ushlab turishligi uchun mijoz shunday buyurtma bergan. Buni keyinroq ishlatadi, menimcha shuning uchun shunday buyurtma bergan. Mana shunga biz salafan qop ichiga qopning ichiga salafan qop tiqdik. Mana shu reaktordan elash ishlarini amalga oshiryapmiz. Mana shu bitta reaktordan endi mana yaqinda boshladik. Xo'sh, hozirgacha 3 tonna sotdik. U yoqda yana mo'ljalimiz o'zi 10 tonna chiqish kerak mana shu bitta reaktordan. 3 dan biri ketdi. Bunaqa reaktorlardan bizda hali ko'p. Mana bu reaktorda ham o'zi chuvalchangini olib oldik. Bu ham tayyor elashga. Buni og'darib chiqish kerak bir qator. Bu yonidagi yangi reaktor. Bunda chuvalchang bor o'zi. Mana bu reaktor ham chuvalchangi olib bo'lingan. 80% ga yeyilgan bu ham. 15-20% yeyilmagan go'nglari bor. Buni ham toza yeb bo'lgandan keyin buni ham og'darib elashlarini olib boramiz. Mavsum boshlandi. Biyagomusga talab, buyurtma olyapmiz. Mana shu elanmagan biyagomusimizni bir ko'rsatib o'taylik. Mana bu hali elanmagan holati. Mana shunday granula holatida. Mana shunday qop-qora. Mana bu yangi reaktor. Bunga chuvalchang tashlaganmiz. Biyagomus, ya'ni reaktorlarning o'rnini bo'shashini kuta olmaymiz biz. Chunki chuvalchanglarni ko'chirish uchun, mana reaktorlardan tayyor bo'lgan reaktorlardan chuvalchanglarni ko'chirish uchun bizga joy kerak. Joy yo'qligi uchun mana shu reaktorlarning yonidan yangi reaktorlarni qilib ustiga chuvalchang tashlayapmiz. Bularning o'rnini bo'shashini kutsak, ya'ni tayyor bo'lgan biyagomuslarni elab sotib bo'lgunimizcha kutadigan bo'lsak, unda biz kech qolib ketamiz keyingi sezonga, misol uchun kuzgi sezonga. Bu reaktor ham tayyor. Chuvalchangni olish kerak. Mana bu reaktor ham tayyor. Bu ham o'sha aytib o'tganimdek. Bu ham shu 10-15% go'nga qolgan. Buni ham ozuqa shuni yeb bo'lsa, bu ham tayyor elashga. Buni yonidan mana o'sha yangi reaktor qilganmiz. Chunki buni o'rnini bo'shashini kuta olmaymiz. Mana bunda chuvalchang bor, yangi reaktor bu. Bu reaktor ham tayyor. Mana bundan chuvalchanglarni olishni boshlaganmiz. Mana shunday ustidan 15-20 sm qalinlikda chuvalchangga qo'shib biyagomusni ham olib olamiz. Ya'ni o'sha
Cho'lchanglar 15-20 sm qalinlikda bo'ladi. Qolgani biogomus. Shu holatda. Mana cho'lchanglar bor, hali bunda tozalab olib ketaveramiz. Bu yil ob'yom katta, xudo xolasa. Zakazlar ham ko'p. Farg'ona viloyatidan fermerlar zakaz qilishgan. Ularga yetkazib berish kerak. Qoplarini bermoqchi ular. Qoplarini bersa, keyin ularga o'sha buyurtmasiga qarab, elab, qoplab yetkazib beramiz. Hozir bir qator cho'lchanglarimizni ko'rsatib o'taman. Mana shu pohol bilan yopilgan reaktorda hali cho'lchang olinmagan. Mana bu reaktor o'sha cho'lchangni olib olganmiz. Mana og'darib qo'ydik. Bu elashga tayyor. Qop-qora mana biogomus. Buni elab, maydalab elab, elakdan o'tkazsak, o'sha granula holatiga keladi. O'sha qoramollarni go'ngini mana shunday holatga keltiradi cho'lchang, qop-qora qilib. Organik o'g'it. Mana bu reaktorda cho'lchanglar. Bunaqa cho'lchangdan hali bizda sirop qiziqqanlar uchun ekran ostida raqam qoldiramiz. Mana shunday holatda. Reaktorni xohlagan yeridan ko'rsatishim mumkin. Hamma yerda shunaqa zich holatda. Shu biznesga qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Bizda hozir cho'lchang juda ham serob. Aksiya e'lon qilganmiz. 1 kvadrat cho'lchang 800 ming so'm. Ko'proq olishingizga qarab yana kelishtirib berishimiz mumkin. Mana bu yerda holat. Cho'lchangi olinmagan reaktorlarimizda hammasida shu holat. Hammasida. Bunaqa reaktorlardan bizda 1, 2, 3, 4, 5 ta. Jami 70-80 kvadratlar atrofida cho'lchang bor. Cho'lchang olinish kerak bo'lgan reaktorlar bor. 80 kvadrat atrofida. Bu yangi reaktor. O'sha cho'lchanglarni olib kelib bunga ko'chiryapmiz. Elanish kerak bo'lgan reaktorlardan cho'lchanglarni olib, bu reaktorlarga ko'chiryapmiz mana. Mana bulardek holat. Shu olmani po'chog'i biogomus bilan, go'ng bilan aralashgan holda. Bu reaktorlar xudo xolasa kuzga tayyor bo'ladi. Mana shu holatda mana. Bu biznesni boshlamoqchi bo'lganlar hozir bahorgi mavsum ayni muddao bo'ladi. Chunki cho'lchanglar juda ham tez ko'payadi. Kun qizib boshlayapti. Ular tuxumlaydi, tezroq ishlaydi. Qishga, ya'ni sovuqqa nisbatan. Mana bu yerda zaxiramizni yana ham ko'tarib boryapmiz. Biogomus Yakutsk kanalini kuzatishda davom eting. Bizda shunaqa ishlar. Video davomida biogomusni yuklash jarayonidan ham ko'rsatib o'tamiz. Xo'sh, mana yuklab bo'ldik. Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumaniga 1 tonna biogomus. Hammaga rahmat. Videoga like, izohlarda fikrlaringni qoldiringlar.